Do'stlar, hammaga salom. Ro'za Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa mart oyiga bo'lgan motosalonimizdagi barcha moto texnikalarni narxi va xarakteristikasi bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Kuzatishda davom etasizlar. Xullas, bu yerdan bir chekkadan boshlasak, mana ikki xil rangida bor. Lifan K19 bajin aqlashini bitta silindr 200 kublik hisoblanadi bu. Chopper oilasiga mansub. Oldi gidravlika, orqasi baraban tormoz. Bajin aqlashdeni, yoqilg'i bakining hajmi 14 litr 100 km masofaga 208 yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Maksimal tezligi 120. Hop, narxi to'xtaladigan bo'lsam, hozirgi paytda 3000 AQSh dollari. Keyingi moto texnikamiz Duasport Tour Enduro hisoblanadi. Oldigina orqasi 19, bakini yo'nqisiga to'xtaladigan bo'lsa 11,5 litr 100 km masofaga 2,5-3 litr yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Воздушный охлаждение, bitta silindr, oldi orqa gidravlический tormoz, progressiya bor, amortizatorlari juda ham yumshoq. Oldini ko'rib turgandek, mana перевертishga yuqadi. Maksimal tezlik 115-120. Bo'yin 190, lekin shunga qaramasdan juda ham zo'r. Bo'y baland odamlarga juda ham qulay va juda ham yumshoq mototexnika hisoblanadi. Narxi to'xtaladigan bo'lsam, hozir paytda 38 million so'm. Va albatta bu texnikaligi chegirma bor desanglar. Ketidan mana SR220 4 klapli bajin aqlashdeni bitta silindr. Oldi orqa gidravlический tormoz, bakining yo'nqisi 13 talik, maksimal tezligi 135, 100 km masofaga 208 yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Narxi to'xtaladigan bo'lsam 34 million so'm. Va bizning legendarniy KP200 Irokezimiz oldi orqa gidravlik tormoz, bajin aqlashdeni bitta silindr, 13 litrli yoqilg'i bakining hajmi, maksimal tezligi 130-135, 100 km masofaga 208 yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Narxi to'xtaladigan bo'lsa, ushbu moto texnikamizning 29 million so'm va ushbu moto texnikamizning ikkita rangida bor. Mana ko'k rangi, yashil rangi va albatta qizil rangidan bor. O'zingizlar holat tanlab olsangiz bo'ladi. Moto salonimizda test qilishga sharoitlar bor. Kelib barcha turdagi moto texnikalarni detayliga qarab test qilib xaridni amalga oshirsangiz bo'ladi. Keyingi moto texnikamiz Lifan X-Trail, oldi gidravlika, orqasi baraban tormoz, Duasport Enduro hisoblanadi. Yoqilg'i bakining hajmi 11,5 litr, 100 km masofaga 2,5 litr yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Воздушный охлаждение, bitta silindr, maksimal tezligi 115 100 km masofaga. Xo'p, keyingisi ushbu moto texnikamizning narxiga to'xtalib o'tsam, hozir paytda 28 million so'm. Keyingisi mana Lifan tomonidan ishlab chiqarilgan Tank 2025 oldi murdasiga e'tibor berasizlar. BMW G800 ga o'xshab chiqarilgan. Oldi gidravlika, orqasi baraban tormoz, 5,5 litr yoqilg'i bakining hajmi, 3,5 litr 100 km masofaga расход bo'ladi. Maksimal tezligi 90-150 kublik воздушный охлаждение skuterimiz. Narxi to'xtaladigan bo'lsa 19 million so'm. Keyingi skuterimiz T13 modeli, oldi gidravlika, orqasi baraban. Bu ham texnik xarakteristika tank modeli bilan bir xil, faqat tashqi ko'rinishda. Bakining yo'nqisi 5,5 litr, 100 km masofaga 3,5 litr yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Buni ikki xil rangida bor. Mana ko'k va yashil. Buning ham narxi 19 million so'm. Kelib test qilib ko'rib haydasanglar bo'ladi. Va albatta bizda mana o'sha o'tgan oy dekabr oyida juda ko'p sotilgan moto texnikalarimizdan biri Sherxon modeli va albatta Lifan qilgan CG150. Xo'p, Lifandan boshlaydigan bo'lsam, oldi orqa baraban tormoz, воздушный охлаждение bitta silindr, 150 kub, bakining yo'nqisi 9,5 litr, 100 km masofaga 2,5 litr yoqilg'i xarajatini amalga oshiradi. Chorvachilikda, yana tog'li hududlarda cho'ponlarimiz foydalanishi uchun juda ham bir qulay bo'lgan moto texnika hisoblanadi. Va albatta bizda hozir o'quv test jarayonlarida amaliyotni sinash uchun ham prava beradigan tashkilotlar olib xaridni amalga oshirishyapti va foydalanishyapti. Mana bu yerda G-Fox moto tomonidan ishlab chiqarilgan Sherxon, ya'ni GM152 modeli. Buni xuddi shunaqa 151 modeli ham bor. Lifanning narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, narxi 19 million so'm. Va G-Fox tomonidan ishlab chiqarilgan mana GM152 Sherxon modeli, oldi gidravlika, orqasi baraban, bakining yo'nqisi 10-11 litr tashkil etadi. Buning ham расходi 2,5 metrgacha. 150 kublik воздушный охлаждение, maksimal tezligi ikkalasida ham 90.
undan oshmaydi 150 kublik bo'lgani hisobiga. Buni narxiga to'xtaladigan bo'lsam 18 million so'm. Lifan 19 million so'm. Endi ko'rib turgan ushbu texnikalarni agar 10 tadan xaridni amalga oshiradigan bo'lsangiz, 18 millionlik mototexnikamizni 17 million so'm qilib beramiz. Lifan 19 millionlik mototexnikamizni 10 ta xaridni amalga oshirsangiz, 17 million so'mdan qilib beramiz. Barchalarni motosalonimizda kutib qolamiz. Hop, keyingi modelimizga to'xtaladigan bo'lsam, Lifan Jojo 110 kublik bu pol avtomat skuter hisoblanadi. Oldi orqasi 17 barabarli tormoz bilan jihozlangan. Yoqilg'i bakining hajmi 3 litr, 100 km masofaga 1,5 litr yoqilg'i xarajat amalga oshiradi. Maksimal tezligi 80. Mana plastikasiga e'tibor beringlar. Buni hatto ustiga chiqsam ham ko'taradi. Kelib sinab ko'rishingiz ham mumkin. Narxiga to'xtaladigan bo'lsam, 16 million so'm. Va albatta mana mopedimiz, dodalarimiz uchun bemalol juda ham bir yengil bo'lgan moped hisoblanadi. Oldi orqa 17, 50 kubli dvigatel bilan jihozlangan, yoqilg'i bakining hajmi 3,5 litr, 100 km masofaga 1,7 yoqilg'i xarajat amalga oshiradi. Maksimal tezligi 70-80. Narxiga to'xtaladigan bo'lsam, 13,5 million so'm. Hop, keyingisi mana ko'rib turganinglardek 8 kubli Monsterimiz, Harley Davidson 883 modeldan olingan Sportsterdan. Bu Xitoy Hanyang brendiga tegishli 8 kubli V-образный 2 silindrli, har bitta silindrda 4 tadan klapan. Umumiy hisobda 8 ta klapan. Yoqilg'i bakining hajmi 13 litr. Oldi orqa gidravlik tormoz, ABS injektorda bu TCS'lari ham bor. Olgan odam maza qilib haydaydi. Buni narxini 8 ming sotuvdi. Hozir paytda 7,5 ming AQSh dollariga berib yuboramiz. Kelinglar, test ko'rsanglar bo'ladi yo'qsa. Va albatta bu yerda mana bendalarimiz, Benda Shinshiro, Benda Napoleon texnik xarakteristika bir xil. Shu bilan tanishtirib o'taman, qaranglar. V-образный motor 2 silindr, 8 ta klapan, 16 litr yoqilg'i bakining hajmi, 100 km masofaga 4,5 litrdan boshlab xarajat amalga oshiradi yoqilg'ini. Oldi orqa gidravlik tormoz, remenda bu tortish kuchi, ABS bor, TCS bor, juda ham komfortli mototexnika, maksimal tezligi 160-170 km/s tashkil etadi. Bobber stilda bu Napoleonimiz, bu Cruiser. Yangilangan chopper. Ikkalasini narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, 7 ming Shinshiro, 7,5 ming Napoleon. Bemalol ko'rasizlar. Buyurtma asosida ham istalgan mototexnikani Xitoydan olib kelib beramiz. Hop, keyingi brendimiz mana Sportbike'imiz. Bu Xitoy ichki bozorga ishlab chiqargan Numa brendiga tegishli original Sportbike hisoblanadi. ABS bor, traction bor, balon davleniyasi bor, maksimal tezligi 185, 2 silindrli injektor motor bilan jihozlangan. Juda ham chayir Sportbike hisoblanadi bu. Narxi 4,5 ming AQSh dollar. 10 litr yoqilg'i baki bilan jihozlangan, lekin bosishiga qarab 4,5 litrdan boshlab rasxod xarajat amalga oshiradi. Bu yerda mana yaxshi bu sostoyanida Lifan K19imiz bor. Yoqilg'i bakining hajmi 14 litr, yurgan masofasi 2000 km. Rasxodi 208. Narxini 2700 to'g'ri egalari, ya'ni o'tib beradigan joyi bor ekan. Ko'rasizlar. Tank skuterlarimizning mana ranglariga e'tibor berasizlar. Bu yerda qizil, oloq rang, sariq qora, juda ham bir o'zgacha ranglarda, yorqin ranglarda ko'rasizlar. Mana X-Traillarimiz ham mana yashil, sariq, qizil, qora. Men o'zim o'tgan sezonda mana shu yashilida ikkita musobaqada qatnashganman. Aracham va Jizzaxda juda ham o'zini yaxshi ko'rsatgan, kam xarajat, maza qilib minadigan mototexnika deb hisoblayman. Kelasizlar, test qilib haydab xaridni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu yerda irokezlarimizni ko'rib turibsizlar, ranglarini qaranglar, qizillar, yashil, ko'k tanlab qo'yganmiz. Xo'p, bu yerda yana nima texnikalarimiz bor? Mana Expect ham hozir rangini ko'ringlar. Keyin yana sizlarga narxi bilan tanishtirib o'taman. Qizil, sariq, yashil. Endi ranglari bilan hozir yana birma-bir tanishtirib o'taman sizlarga. Xo'p, bu yerda mana Lifanimiz CG 150 ning qizil rangida, T13imiz yashil rangida, Jojo skuterimiz sariq rangda, ammo SL200 qoldi. Tankimiz Liberty 2025 bu. Xo'p, Expect modeliga to'xtaladigan bo'lsam, buni texnik xarakteristika bilan tanishtirib o'tdim. Narxi bilan sariq rangi ham o'zgacha ko'rinadi. Va bu yerda mana
KPT Turus Sport Turist. Mana kofralarni ko'ryapsizlar, full bu pozitsiyada. Hop. Texnik xarakteristikasi bilan tanishtirib o'taman sizlarga. Old orqa gidravlik tormoz, ABS bor, traction bor, ko'rib turganlaringizdek. Zavodskiy motorlarda ikkita silindr radial motor hisoblanadi. Yoqilg'i bakini hajmi 18,5 litr, 100 km masofaga 4 litrdan boshlab yoqilg'i xarajatini amalga oshiradi. Ammo oynalari mana tushib chiqadigan, ko'rib turganlaringizdek, start stoplari bor. Maksimal tezligi 160-170. Uzoq masofa uchun juda ham bir zo'r mototexnika hisoblanadi bu. Mana kofralarga e'tibor beringlar. Juda ham bir mustahkam qilib ishlangan. Hop, narxi to'xtaladigan bo'lsam, ushbu mototexnikamizning hozir paytda $7,760. Bu yerda G-Fox tomonidan ishlab chiqarilgan Dual Sport Enduro'miz, orqasi baraban, oldi gidravlik tormoz, yoqilg'i bakini hajmi 10 litr, 100 km masofaga 2,5 litr yoqilg'i xarajatini amalga oshiradi. Maksimal tezligi 100-110. Narxi to'xtaladigan bo'lsam, 23 million so'm. Xullas, mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek texnikalar bor. Va bizda xudo xolisi mart oxirlariga yana yangiliklar bo'ladi. Kuzatib tursanglar, hammasi to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'taman yana. Mana. Keyin sizlarga yana bir ajoyib yangiligimiz bor. Bu nima? Uzun nasiya orqali rassrochkani amalga oshirsanglar bo'ladi endi. Open ham bor, ichida uzun bor, Anorbank bor. Shunga o'xshagan yana 3-4 xil rassrochkalarimiz bor. Salonimizga kelib pasport orqali va plastik yartanglar bo'lsa bo'ldi ekan. Ushbu narsalar bo'lsa sizda bemalol kelib rasmiylashtirsangiz bo'ladi. 12 oydan 36 oygacha ekan. Do'stlar, ko'rishganda hamisha xursandmiz. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.